Assalomu alaykum azizlar. Davo gastroenterologik klinika YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun men sizlarga mana shu bemorlar orasida, aholimiz o'rtasida eng ko'p uchraydigan muammolardan biri va ko'pchilik e'tibor bermaydigan muammolardan biri ich qotish haqida gaplashamiz. Ich qotishi birdaniga boshlanadigan holat emas. Avvaliga moyillikdan boshlanadi. Ya'ni yaqinlaringizda, ya'ni eng yaqin qarindoshlaringiz, otangiz, onangiz, aynan shu taraflama qarindoshlaringizda agar ich kelishi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, katta ehtimol bilan bu keyinchalik sizda ham yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holat hisoblanadi. Dastlab 2-3 kunda yoki ovqat qabuli bilan bog'liq, masalan, quyuqroq taomlarni iste'mol qilib qo'ysangiz, vaqtida taomlanmagan vaqtlaringizda esa mana shu ich kelishida muammo, qotish muammosi yuzaga keladi. Lekin bunga vaqtida e'tibor berilmasa, ya'ni ichni vaqtida keltirish uchun chora-tadbirlar, ya'ni suyuqlik miqdorini to'g'ri balansini olib borish, ovqatlanish tartibini to'g'ri balans qilib olib borish, bularni agar qilmaydigan bo'lsangiz, ich qotishi sizda surunkali muammoga aylanishi mumkin. Demak, bugungi videomizda sizlarga mana shu ich qotishini to'liq yoritib beramiz va uni davolashda, bartaraf qilishda aynan nimalarga e'tibor berish kerakligini alohida to'xtalib o'taman. Muammoning asl sabablari. Bularga to'xtaladigan bo'lsak, umuman ich qotishi bu faqat axlat massasini chiqmasligi emas. Aslida mana shu axlat massasi tayyor bo'lgunga qadar, ya'ni o'sha ovqat massasini sizda oshqozon ichaklaringizda, yuqori hazm organlaringizda harakatlanishi, aynan u yerdagi hazm jarayonlarini ortda qolishi, siz kundalik qabul qilayotgan suv miqdori hamda psixologik omillar, ayniqsa stress, depressiyalar, ichak mikroflorasi buzilishi, oshqozon ichaklaridagi sekin harakatlanish, mana shu kabilar ichak muvozanatining buzilganidan dalolat beradi. Ich qotishida eng ko'p qilinadigan xatolar. Har doim ich keltiruvchi dorilar, ya'ni Senodexin, Smecta, shunga o'xshagan dori preparatlari yoki svecha qo'yishlar, aynan o'sha orqa peshob sohasiga. Bu faqat vaqtinchalik muolaja, vaqtinchalik yengillik beradi xolos. Lekin bu yuqorida aytganimdek jiddiy kasalliklarni ilk sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Bolalarning aynan shu tug'ilgandan boshlab dastlabki 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni ovqatlanish ratsioniga alohida e'tibor bermaslik. Bu ham ich qotishiga olib keladi. Hozirgi kunda BLV usulida ovqatlantirish, ya'ni bolalarni mustaqil ovqatlantirishga, ular uchun eng kerakli bo'lgan mahsulotlarni qolgan oila a'zolaridan alohida qozonda ular uchun maxsus taomlar tayyorlash bilan ovqatlantirish ancha urfga kirib qoldi, aynan yosh onalarimiz orasida. Bu juda yaxshi va juda foydali mashg'ulot hisoblanadi. Bu bolani qo'lida, aynan shu ko'zida, umuman sezgi organlarini ham harakatlarini juda yaxshilab beradi va bundan tashqari bolada qiziqish uyg'onadi aynan ovqatlanishga nisbatan. Chunki bu yerda ovqat podachasi ham chiroyli bo'ladi, bolaga shirin ovqat beriladi va bola va ona o'rtasida aynan munosabat yanada chuqurroq, yaxshiroq o'rnatiladi. Shuning uchun ham bolaning ovqatlanish ratsioniga alohida e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Aks holatlarda esa ich qotishi muammosi sizning ham farzandingizda yuzaga kelishi mumkin. Ko'pchilik vrachga murojaat qilib keladi va bu yerda dori-darmonlarga ishonadi va o'zini noto'g'ri hayot tarzida davom etaveradi. Ya'ni nonushta qilmaydi va bunga bir necha qator bo'lar-bo'lmas bahonalarni keltirishadi. Ya'ni ertalab uyg'ona olmasligi, kechqurungi smenada ishlashi, to'liq uyqu rejimiga ega emasligi, vaqti yo'qligi va shunga o'xshagan muammolarni sanab berishadi. Lekin bu yerda aynan bemorning sog'lig'i haqida gap ketyapti. Sizga vrach qanday tavsiyalar berishidan qat'iy nazar sizda to'g'ri hayot tarzi bo'lishi kerak. Bu narsa unchalik qiyin emas. Ko'pchilik negadir qiyin deb o'ylaydi. Aynan shu ertalabki 5-6 da uyg'onish va shu soatlardan keyin qisman badan tarbiya bajarish 10-15 daqiqa davomida va ichimlik suvi, 1 stakan miqdorida ichimlik suvi ichish va kun davomida ana suv balansini 2-2,5 litr miqdorida qabul qilish
bu aynan shu ich kelishi muammolarni, ich kelishidagi muammolarni ancha yumshatib beradi. Ya'ni bu gapimdan xulosa qiladigan bo'lsak, siz qaysi vrachga murojaat qilishingizdan qat'iy nazar, ya'ni siz xoh kardiologga murojaat qiling, xoh nevropatologga yoki gastroenterolog, gepatologga murojaat qiling. Agar siz hayot tarzingizni, eng zararli odatlaringizni to'xtatmaydigan bo'lsangiz, dorilar ta'sirida o'sha vaqtda muammo yengillashadi, lekin asl sabab sizdagi noto'g'ri hayot tarzi bo'lganligi uchun kasallik qaytalanaveradi. Endi qisman mana shu ich qotishi muammosiga tavsiyalar berib o'taman. Uy sharoitida bu albatta ich qotishini ilk davrlarida qilinishi mumkin bo'lgan muolaja desak bo'ladi. Bizda preventiv tibbiyot tushunchasi kirib kelmoqda. Aynan shu kurslar vrachlar orasida ancha ommalashdi va bu tushuncha haqida bemorlarimiz ham, ya'ni shu O'zbekiston aholisi, butun dunyo aholisi kerakli va yetarli ma'lumotlarga ega bo'lib kelishmoqda. Preventiv tibbiyot bu degani kasallikni profilaktikasi deyiladi. Ya'ni aynan bizning sharoitda hali profilaktika darajasiga yetib bormadi, lekin kasallikni ilk davrlarda tashxislab davolashga qaratilgan tibbiyot deb tushuntirishim mumkin. Aynan bu bo'yicha demak, ich qotishi muammosida qanaqangi yordamlar berishimiz mumkin biz vrach sifatida? Avvalo, ko'pchilikda uchraydigan suvni qabul qilmaslik, suvni noto'g'ri qabul qilish holati. Ya'ni bu sizga kundalik suv ehtiyoji qancha ekanligini oddiy usulda hisoblashni o'rgataman. Masalan, aytaylik, siz 70 kg vaznga egasiz. Salqin kunlarda har bir tana vazningizga 30 ml miqdorida suv ichishingiz kerak bo'ladi. Shu 70 kg siz, endi sizga har bir tana vazningizga 30 ml to'g'ri kelyapti. Demak, 70 ni 30 ga ko'paytirasiz. 2 litr 100 ml tarzida hajm kelib chiqadi. Ya'ni 2 litrdan biroz ko'proq miqdorda suv ichishingiz kerak. Bu salqinroq vaqtlarda ichilishi kerak bo'lgan miqdor. Endi bu bahor oylarida 40 ml ga yetadi har bir tana vazniga. Yozning chillalarida 50-60 ml gacha chiqishi mumkin. Bu degani sizda deyarli 2 baravar ko'proq ichilishi kerak. 4-4,5 litrgacha suv ichishingizga to'g'ri keladi. Chunki bu issiq mavsumlarda suv organizmdan ajratiladi. Teri yordamida siydikda, axlatda va shunga o'xshagan ayiruvchi organlaringiz tomonidan suv yo'qotiladi. Mana shularning o'rnini yanada ko'proq to'ldirish maqsadida biz suv miqdorini ko'paytiramiz. Yana ham menga bemalol kommentariyada shu bo'yicha fikringizni yozib qoldirishingiz yoki tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Qancha miqdorda suv ichilishi kerak hisoblab berishimiz ham mumkin. Onalar bolalariga unchalik e'tibor bermaydi. Ya'ni birinchidan qaynotasi bor. Uni ishi bor. Uje bolaga kelganda uje ona charchab bo'lgan bo'ladi-da. U bola ovqat yeyaptimi, yo'qmi? Uni holati qanaqa bo'lyapti? Ichi vaqtida keldimi? Вообще-то ichi qanaqa kelyapti? Ba'zi onalar bor, mana endi e'tibor beryapman, qarasam bolamni ichi qotar ekan, kuniga bir marta ham kelmayapti deydi-da. Uje bir kun bola uchun juda katta oqibatlarga olib kelishi mumkin. Keyingi kunlarga yanada ko'proq ich qotishiga sabab bo'lib qoladi-da. Bolada mana aqliy rivojlanishlarga, keyin bolani injiq bo'lib qolishiga, mana xullas nervni holati, psixoemotsional holatining buzilishiga sabab bo'ladi. Yig'loqlik bu bolani aybi emas. Unda juda kuchli kolikalar yuzaga kelayotgan bo'lishi mumkin. Kolika degan mana shu qorin sohasidagi og'riqlar. Bola buni nima deb tushuntirsin, gapira olmasa. Qancha yig'laydi. Yig'lab beraveradi. Mana shu ko'pchilik tushunmaydi lekin. Haligacha tushunmaydi. Ancha aholiga ma'lumot berildi. Avvalga nisbatan bo'lay tushunishyapti, lekin haligacha yetib bormagan hududlar bor-da bu gapda. Ko'pchilik mana bu ichi kelsin deb dumba yog'ini yalatib qo'yadiganlar ham bor. Keyin bolani ichi ketib qoladi, nabardan to'xtata olmay yurishadi. Boshida maza qilishadi, ana deb. Ichi keldi bolani deb. Keyin ichi ketar bo'lib qoladi, bola vashi ozib ketib qoladi. Ozib ham ketadi-da. Bolada vazn ushlash juda muhim. Mana kelinlar keladi-da, aytadi, nima bo'ladi o'zi desam, bolam ichi ketib qolmaydi-da. So'raysiz, oxiri aytadi-da. To'g'risini aytaymi deydi-da.
buvisi o'sha dumbani yaratib qo'ygan ekan, soskaga nima qilib deydi, soska sifat qilib deydi. O'shandan beri muammo tinmadi deydi-da. Hayvon yog'i umuman mumkin emas bolaga. Hali oddiy hayvon sutini berib ko'ring, 6 oylik, 1 oylik, 1 yoshli bolalarga qanaqa qiynalishadi. Ular oshqozonchilik sistemasi umuman tayyor emas hali dumba yog'i. Ya'ni kattalar uncha-munchasi ko'tara olmaydi. Bolalarda faol harakat, ochiq havoda sayr bu ham alohida ahamiyatga ega. Bolalarda aktivlik chog'i aynan ertalabki soatlarda 9, 10, 11 soatlar oralig'ida olib borilishi bu juda ham ijobiy natijalar beradi. Buni aynan siz bolangizni sog'lig'ida, aynan shu ichki kelishidagi va kayfiyatidagi o'zgarishlarga qarab bemalol bilishingiz mumkin. Suyuqlik balansi endi bolalarga nisbatan hisoblaydigan bo'lsak, 800 ml miqdorida uzoqqa borsa 1 litrgacha suv ichirish kerak deb tushuntiriladi. Bu faqat suv ichirish emas. Ya'ni bola ona sutini qabul qilish davri bor, suyuq taomlar iste'mol qilish davri bor. Xullas, demak suyuqlik tarkibli moddalarni ichidan qabul qilish kerak bo'lgan umumiy hajm nazarda tutiladi. Kattalarda qancha hajmda suyuqlik qabul qilishni men yuqorida aytib o'tdim. Bilamizki, ko'pchilik kasalliklarda antibiotiklardan foydalaniladi. Ba'zi holatlarda operatsiya oldi holatlarda, operatsiyadan keyingi davrlarda juda katta dozalarda antibiotik preparatlari qo'llaniladi. O'zi antibiotiklar bir necha turlarga bo'linadi. Aynan gastroenterologiyada ham antibiotiklardan foydalanish kerak bo'lgan holatlar bor. Ayniqsa Helicobacter pylori infeksiyasi holatida biz bu holatda umumiy organizmga ta'sir qiladigan antibiotiklarni emas, selektiv antibiotiklarni, ya'ni tanlab ta'sir qiluvchi. Ya'ni agar bemorda Helicobacter pylori infeksiyasi bo'lsa, biz berayotgan antibiotik organizmga kirgandan keyin aynan shu nishon, ya'ni Helicobacter pylori uchun kurashadi. Ya'ni uni yo'q qilishga harakat qiladi. Lekin ko'pchilik holatlarda mana endi gastroenterologiya fani, gastroenterologiya sohasi ommalashib boryapti. Endi aholi ham, vrachlar ham, boshqa soha vrachlari ham gastroenterologiya sohasiga alohida e'tibor berib kelishyapti. Demak, aytganimdek, yuqoridagi kabi holatlarda antibiotiklarni noratsional qabul qilish bu ham keyinchalik yog'sizda ich ketishiga yokida ich qotishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni ichaklar disbiozi, disbakteriozi holatlari bular hammasi ich qotishi, ich kelishi bilan bog'liq muammolarni ilk sabablaridan bo'lib qolishi ham mumkin. Klinikamizga keladigan 70% bemorlardan aynan shu anamnez yig'ish vaqtida ich kelishi qanaqa deb savol bergan paytimizda ko'pchilik har xil. Yegan taomimga bog'liq, 2-3 kunda bir keladi. Agar quyuqroq yeb qo'ysam, ich qotib qoladi. Agar yoqmaydigan narsa yesam 3-4 kunlab ichim ketib yuradi, bir necha martalab degan holatlarni, degan gaplarni ko'p qayd qilamiz. Va bu muammolarga mana shu savol-javob qilinayotgan vaqtda, ya'ni bemor bilan konsultatsiya vaqtida biz kuzatamiz, ich kelishiga alohida e'tibor bermayotgani va buni muammo emas, odatiy holga aylanib qolganini o'sha sezamiz. Har bir muammoni biza davlat miqyosida davolash protokollari, standartlari bor. Aynan shu bo'yicha tekshiruvlardan o'tkazamiz. Gastroenterologik kompleks tekshiruvlar bor. Lekin ularning natijasi har bir bemorda har xil chiqadi. Natijalarga asoslanib biz kompleks va individual yondashamiz. Ya'ni har bir bemorga alohida individ sifatida qaraymiz. Standart davolashga qo'shimcha tarzda biz kasallikning aynan sababini topishga harakat qilamiz. Ich qotishi bu oddiy muammo emas. Uni kechiktirish bu jiddiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Agar sizda va yaqinlaringizda ich kelishi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, men sizlarga aynan shu muammo bo'yicha individual yordam berishga tayyorman. Bizga qabulga yozilish maqsadida yoki murojaatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, Instagram direct yoki YouTube kommentariyasi va opisaniyada klinikamiz manzili va raqamlari qoldiriladi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Videoga like bosib, obuna bo'ling va keyingi videolarimiz aynan qaysi mavzuda bo'lishini xohlardingiz?
kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz keyingi safar balki aynan sizning muammoyingizni to'liq yoritib berishimiz mumkin bo'ladi.